Akalar qanaqa zamonlarga qoldi? Oldin mashinani oldiga siz borsiz, hozir mashina sizni oldingizga kelyapti. Lisang Li 7 ni 17000 kilometr yurgandan ko'rsataman. Mashinamizda krugoy polirovka bo'lgan, krugoy tonirovka rashinalari bor. Ko'rishingiz mumkin. Juda ham akkuratni haydalgan. 2025-yil olingan, yanvarda 2024-yil kuzov. Shunaqa mashina qarab yurgan tanishinglar bo'lsa, shu videoni jo'natib qo'yasizlar. Hozir men sizlarga salonlarni ko'rsataman. Akalar, master akkaunt, sim kartalar qo'yib qo'yilgan, rusifikatsiyalar qilib qo'yilgan. Bu yoqda mashinamizni arshivkalari ko'rishingiz mumkin. Juda ham akkuratni holatda bo'lib turibdi. Bu yoqda sidenalari yengidek holatda bo'lib turibdi. Ko'rishingiz mumkin. Hech qanaqa ko'ngilni xira qiladigan joyi yo'q. Mashinamiz почти yengidek holatda. Bu yoqda salonimizning orqa sidenalari. Buni nechga bera olamiz? 52,5 ming. Akalar, yengisi 60 mingdan baland sotilyapti. Biz bu mashinamizni sizlarga 52,500 dollarga bera olamiz. Egalar nomeri pastda qoldiramiz. Bemalol telefon qilib baraka qilsanglar bo'ladi.